Darsimizda bozor tadqiqoti va uning tahlili haqida o'rganamiz. Hech o'zingizni biznesingizni boshlash haqida o'ylab ko'rganmisiz? Misol uchun, sevimli mashg'ulotlaringizni daromad manbaiga aylantirishi. Lekin vaqt va pul sarflashdan oldin savollarga javob topish kerak. Misol uchun, haqiqatan ham bu biznesga talab bormi? Raqobatchilaringiz kimlar? Imkoniyatlar qayerda? Internetda qidirib o'tirishi o'rniga ChatGPTda 1 soatdan kam vaqt sarflagan holda buni topishimiz mumkin. Xo'p. Misol uchun tasavvur qiling, siz rasm olishga qiziqasiz. Oilaviy rasmlar, portretlar yoki bo'lmasa tadbirlardagi rasmlarga. Google'dagi qidirishlarni boshlaymiz. Misol uchun fotosurat biznesiga bo'lgan talab, raqobatchilardagi narxlar, fotosurat biznesini qanday boshlash kerak. 2 soatdan keyin miyangizda yana chalkashlik boshlanadi. Eslaydigan bo'lsak, ChatGPTda web search degan funksiya bor edi. Ya'ni bu funksiya internetni real vaqtda qidirish imkonini berardi. Endi keling, bu narsani web search siz qilib ko'ramiz va qanday natijaga erishamiz. Ya'ni oilaviy fotografiya xizmatlariga talab bormi? Ko'rib turganingizdek, bu javobda hozirgi ma'lumotlar yo'q, faqat umumiy gaplar bor. Sababi savol noaniq va biz web search funksiyasini yoqmadik. Endi web search bilan qidirib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda web search funksiyasini yoqamiz va mana bu promptni boramiz. Ko'rib turganingizdek, bizga batafsilroq ma'lumotlar berdi. Misol uchun, bu yerdagi budjetlar qancha pul sarflanadi. Birinchi promptdan ko'ra ancha samaraliroq javob. Endi raqobatchilarni tahlil qilamiz. Bunda ham web search yoqilgan bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, premium studiyalar bor, bizda freelancerlar bor, ilovalar bor. Premium studiyada qiladigan bo'lsangiz, qimmat va sekin ishlaydi. Freelancerlar bo'lsa, arzon, lekin sifati unchalik yaxshi bo'lmaydi. Ilovalardan qilsangiz, sizga kerakli bo'lgan rasmlarni to'liq qilib bera olmaydi. Bizga professional sifat, narx, tez topshirish va moslashuvchan jadval kerak. Endi mijozlardagi shikoyatlarni o'rganamiz. Bizga kelib chiqqan javobimiz shu. Ya'ni biz o'zimizga kerakli bo'lgan javobni oldik. Endi bemalol shu ma'lumotlarga qaragan holda biz o'zimiz uchun fotografiya biznesini boshlashimiz mumkin. Narxlarni qo'ysak bo'ladi qarab, sifatini ham shunga qarab to'g'rilab qo'ysa bo'ladi.